Assalomu alaykum. Hyundai LF Sonata gibrid premyer pozitsiyasi 2016-yil 80 ming kilometr yurgan. Benzin hamda tok yuradi mashinamiz. 11.800.000 won, $8.000. Mashinamiz mana ko'rib turibsizlar, tiniq holatda. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qorlarda turibdi mana mashinamiz. Salon holatlari ham mana, orqalari keng, sidanlar sovutadi. Isitadi, uzr. Orqa sidanlarimiz isitadi. 5 ключевой достуp. Elektronniy sidina. Mashinamiz mana premyer pozitsiyasi. Sport rejim, eco rejimlari mavjud. Oldi sidanlar sovutadi, isitadi. Monitorimiz bor. Side testlari bor. Mashina ideal holatda. Sidinalar urilmagan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.